Hammaga assalomu alaykum. Men podologman. Podologiya yo'nalishi bo'yicha deformatsiya bo'lgan tirnoqlar va griboklar bilan ishlaganim uchun klientlarimga, patsientlarimga imlo tirnoq uchun kollagenlar yoki spreylar aytaman. Lekin gribokdagi effekti faqat sprey o'zi yordam bermasdan, shuni ichish bilan bog'liq yana nimalar mumkinligi haqida mana bulardan maslahat so'rayapmiz. Eng yaxshilari sizlar uchun bo'lishini xohlayapmiz. Ha, Go'zalxon qarang. Bu tema juda ham ko'pchilikda savol bo'lganchami, o'sha gribok yoki qanaqadir toshmalar, har xil o'sha teri ustiga chiqadigan sog'liqdagi muammolar buni sababi chuqurroqda bo'ladi. Uni ildiz odamni ichki organlarda bo'ladi. Bu degani aynan toksinlar haqida bo'ladi. Bizning tanamizda toksin ko'payib ketsa, organizmda toksin ishlatma ko'payib ketgandan keyin ularni o'zi haqida bildirish yo'llari bu har xil yo'llar bilan jigar, pochka, o'pka va keyin teri ham bunga yordam beradi. Odam bizga shunaqa tanamiz, odamning tanasi signallar bilan bizga bildirmoqchi bo'ladiki, tanada toksin ko'p va o'sha toksin bilan kurashish kerak, toksinni chiqarib tashlash kerak degan signal bu shunaqa tashqariga chiqadi. Endi bizning Crowdcap kompaniyasiga bunga toksinlar bilan toksinlarni chiqarishga yordam beradigan mahsulotlar bor. Agar tanamizda toksin kamaysa, griboklar ham yaxshi rivojlanmaydi. O'sha kasallikni oldini olish va o'sha kasallik tezroq tuzalib ketishi uchun yordam beradigan mahsulotlar bor. Bu Detox Plus mahsuloti. Detox Plusni zo'r tarafi jigar tozalab beradi, ichaklarni tozalashga yordam beradi. Butun tanamizda miya, qon, limfalarni tozalagandan keyin tanamizda agar toksinlar qolmasa, o'sha siz aytgan hozirgi muammolar ham rivojlanmaydi, tez yaxshi bo'lishiga muhtarat beradi. Tushunarli. Demak, faqat ustki tirnoq ustki qismi bilan emas, внутренний ichki hamma holat shlaklar bilan birgalashib tozalansa, effekt yana ham yaxshiroq bo'ladi. Albatta, agar biz kasallikning ildizini yo'qotsak, bu kasallikni o'zi ham yo'q bo'ladi. Uni agar tashqi faqat simptomlar bilan kurashsak, unda yana chiqaveradi va yana qayta mutaxassisga murojaat qilib o'sha kasalliklar kurashish kerak bo'ladi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.